alaykum azizlar kuzatuvchilarimiz. Jizzax viloyatiga Zomin tumaniga keldik. Zomin tumanini ham rosa Zominsoy degan joyiga keldik. Zominsoy degan mehmonxonaga joylashdik va Zominni diqqatga sazovor joylarini tomosha qilyapmiz. Bugun ertalabdan beri Tog'terak degan qishloqlarga bordik. Ajoyib bir chiroyli kuz manzaralarini ko'rdik va bu joyni rosa reklama qilinadigan joylardan biri bo'lgan Dor yo'li, ya'ni Kanatnaya darogadan biz mana bu tepalikka chiqib keldik va bu tepalikdagi ajoyib nomli ko'prikdan o'tdik. Ya'ni bu ko'prikning nomi Baxt ko'prigi ekan. Baxt ko'prigi. Sonra endi baxtli bo'lib ketsak. Ajoyib, havosi go'zal, tabiati ajoyib. Bu yerning havosini o'zi dori. Qolganlarga ham kelishlarini tavsiya qilamiz. Baxt ko'prigidan o'tishlarini va baxtli bo'lishlarini tilab qolamiz. Baxtli bo'ling. Bu yerda ana shunaqa tomoshalar bor ekan. Odamlar trosdan rosa qiyqirib dod deb o'tishar ekan. Ha, mana bu yoqda undan ham qo'rqinchlisi bor ekan. O'zini bog'lab pastga tashlab yuborar ekan. Qo'rqinchli tomoshalarni istasangiz Zominga keling.